Assalamu hörmetli qarindoshlar. Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasida ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Bosh ministerimiz bilan elib berilgan suhbat bayon qilingan davomlashayotgan qiyinchilik va Uyg'urlarning azobi nomli maqola e'lon qilindi. Bosh ministerimiz Salih Xudoyor apandi Turkiyada yer tevrash ofatiga uchraganlarga ta'ziya va tilaklarini bildirdi. Amerika Kengash palata a'zolari moda shirkati Sheinning mahsulotlarining majburiy emgakdan ishlanib ishlanmaganligini surishti qildi. Döndü tepsili mazmunlarını diqqatinizga sunamiz. Urush manbasi xabar tori 7 fevral kuni davomlashayotgan qiyinchilik va Uyg'urlarning azobi degan temada bir maqola e'lon qilgan bo'lib, maqolada bosh ministerimiz Salih Xudoyor bilan elib berilgan suhbat bayon qilinib, mundaq deyildi. Xitoy ol kuzatish texnikasi orqali Uyg'urlarni sukut qildirish tirishchanligini ikkasiga chiqardi. Dunyoning diqqati Ukrainaga markazlashganda Uyg'urlar Xitoyning qattiq besimini his qildi. Urush manbasi xabarlari Sharqiy Yevropa urushi Sharq Turkistonga qanday ta'sir ko'rsatdi? O'tgan bir necha yilda nima o'zgarishlar bo'ldi degan temada Sharq Turkiston surgundi hukumatining bosh ministri Salih Xudoyor bilan suhbat olib bordi. Urush manbasi xabarlarining oxirgi ziyoratini qabul qilgan Salih Xudoyorning ko'z qarashlari murakkab edi. Salih Xudoyor bu ishlar borgan sari nacharlashga qarab yuzlandi. Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarning nufusining azayotganligidan xabardor bo'ldik. Bu Xitoyning tug'mas qilib etish, homilasini tushirib etish, oilalarni parchalash, Uyg'ur ayollarini Xitoy erlari bilan majburiy to'y qildirish siyosatining natijasi dedi. Salih Xudoyorning aytishicha, yaqindan beri G'arbning diqqati Ukrainaga markazlashgandan keyin Uyg'urlarning ahvoli texmi yomonlashgan. Ukraina urushi sababidan dunyoning diqqatining Uyg'urlarga qarata yurgizilayotgan irqiy qirg'inchilikdan boshqa tarafga buralganligi haqida so'ralgan savolga Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilishi, urush sababidan G'arb dunyosining Rossiyani chekintirishga ahamiyat berib, Xitoy bilan kori bo'lmaganligini aytdi. Amerika Xitoyning Rossiyani qo'llashiga to'sqinlik qilyotdi. Bu Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga ko'z yumayotganligini tushuntirdi. Salih Xudoyorning aytishicha, 2022 noyabrda Xitoyning nol yuqum siyosatining kasofatidan turalg'i binolarning eshiklari taqoq bo'lganlikdan Urumchi shahridagi bir turalg'i o't ofati 40 nafardan ortiq Uyg'urning joniga zomin bo'lgan. Xitoy buni Uyg'urlarni ochliqda va turli ofat ichida qo'yib o'ldirish maqsadida qilgan. Yuqumga qarshi turish to'lqini qo'zg'algan bo'lsa-mu, Uyg'urlar bu to'lqinga qatnashmagan. Xitoylar qo'rqmay namoyish qila olgan, harbiy hujumga uchramagan. Agar Uyg'urlar qatnashsa, harbiy hujum bilan zarba beriladiganligini o'ylashi lozim edi. Agar Uyg'urlar tinch namoyish qilsa, Xitoy terrorlik voqeasi tug'dirdi deb tuhmat chaplaydi va Uyg'urlarni o'qqa tutib, buni terrorlikqa qarshi turish tadbiri deb ataydi. Amerikaning irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilishiga ergishib, Xitoy lagerlari tufaylidan nurg'ulg'an passiv muomalaga uchirdi. Jazo lagerlarini qayta tarbiyalash markazi yoki oshqo'liqqa qarshi turish o'rni deb atadi. Amerika Davlat Mudofaasi Ministrligi 2019-yili bu o'rinlarning yig'ilish lagerlari ekanligini dalilladi. Salih Xudoyor Avstraliya strategik siyosat institutining 2020-yildagi doklatiga asoslanganda 1400 dan ortiq jazo lagerlari bor. Tashqi besimning ortishi sababi bilan Xitoy jazo lagerlarini an'anaviy turmalarga, keyincha 15 yillik qamoq jazosi berilgan, so'zsiz hukm qilingan atalmish jinoyatchilarni jazolaydigan turmalarga o'zgartirayotgan. Jazoga hukm qilinganlar ko'p balaliq bo'lganlardan tortib, chet elliklar bilan aloqa qilgan insonlarni o'z ichiga oladigan bo'lib, ularning haqqini qo'g'daydigan advokat yo'q. Xitoy bu ishlarning hammasini adliya orqali qilganligini aytib turib oladi. Amerika Xitoyning Rossiyani qo'llashiga qarshi turganda, Xitoy qizliq nuqtadan o'zini qochirdi. Shunga Sharq Turkistonning ahvolini kuzatish intayin muhim. Yaqin kelgusida dunyoning qanday bir reallikka duch keladiganligi so'ralganda, xalqi musulmon bo'lgan davlatlarning Xitoyni qo'llaganligini aytib, Xitoyning Sharq Turkiston milliy harakatini bostirishiga 90-yillardan beri hamkorlashib kelayotgan davlatlar bor. Ular Xitoyning irqiy qirg'inchilik qilmishini e'tirof qilmayli qolmay, balki Uyg'ur va Sharq Turkiston diaspora tashkilotlari shundaqla jamoatlarini nazorat qilish, singib kirish, hamkorlashish va ta'sir ko'rsatish tirishchanligini bargan sari qo'llayotdi. Yanvarda Uyg'ur jamiyati 14 musulmon davlatiga vakillik qiladigan bir guruhining Sharq Turkistonni ziyorat qilib, Xitoyni qo'llab madiylaganligini aybladi dedi. Salih Xudoyor G'arb davlatlarini Xitoyning terrorlikqa qarshi turish degan aniqlamasini kuchlantirgan bu xil tirishchanliklarga qarshi jiddiy tirishchanlik ko'rsatishga chaqirdi.
27 yanvar kuni cho'ng qirg'inchilikni xotirlash kuni bo'lib, Salih Xudoyor Birlashgan Davlatlar Tashkilotini irqiy qirg'inchilikning oldini olish ahdnomasiga amal qilish uchun texnik ko'p ishlarni qilishi kerakligini, tuvan saviyadagi jazolashning yetarli bo'lmaydiganligini aytib, G'arb axborot vositalari orqali irqiy qirg'inchilik yurgizganligidan tenilishda qilmishini tashviq qilayotgan Xitoy hukumat xodimlari bilan bo'lgan diplomatik munosabatni uzish kerak. Biz xalqaro jamiyatning xuddi Ukraina masalasini xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasida hal qilishni qo'llaganiga o'xshash, Sharqi Turkistonni va Xitoy katibalarining xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasida jazolanishini qo'llashga muhtoj. Besim yetarli emas. Harakat ko'chish kerak. Xitoy 2016-yildan beri irqiy qirg'inchilikni jazosiz yurgizib kelyotdi. Irqiy qirg'inchilikni, Xitoyning kengayishini to'xtatish uchun xalqaro jamiyat mustaqillik ko'rishini qo'llashi va Sharq Turkistonning strategik ahamiyatini tunishi lozim dedi. Turkiyada chiqadigan Hurriyet gazetining 11 fevral kunidagi xabariga qaraganda, 6 fevral kuni attigan soat 4:17 o'tganda Türkiye'nin Kahramanmaraş ülkesi Bazarcık rayonida 7,7 bal, Tushda Elbistan rayonida 7,6 bal yer tevirgen bulup, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep, Osmaniye, Adana, Diyarbakır, Adıyaman, Hatay qatarlıq joylarda zo'r darajada vayronchilikqa yo'l ochgan. Türkiye Səhiyyə Ministeri Fahrettin Koca hayotidan ayrilganlarning sonining 22.327 nafarga, yaralanganlarning sonining 80.278 nafarga yetganligini e'lon qilgan. Turkiya Buyuk Millat Majlisining xizmatlari 21 fevralga qadar to'xtatilgan. 99 davlat qutqizish atriti avatib yordam qilish taklifi bergan. Afat rayoniga yordamga kelgan guruh ichida Uyg'urlarmi yer olgan bo'lib, afat rayonida Uyg'ur tamoqlarini etib, afatga uchraganlarga taqtish, zarur ashyolarni ehtiyoj sohiblarining qo'liga tekkizish, xarobiylikdan qutuldirish jiddiy xizmatini ishlamoqda. Baş Ministerimiz Salih Xudoyor apandi Twitter hisobidan samimiy tilaklarini ifodalab, Sharq Turkiston xalqining qalbi va duolarining qon qarindoshi bo'lgan Turk xalqi bilan birga ekanligini bildirdi. Amerika Kengash palata a'zolari moda shirkati Sheinning mahsulotlarining majburiy emgakdan ishlanib ishlanmaganligini surishti qildi. Epoch vaqti xabar to'rining 10 fevral kunidagi xabariga qaraganda, Amerika Kengash palata a'zolari Xitoyning moda partisi shirkati Sheinning bosh ijroiya amaldoriga xat yozib, shirkatning atalmish Shinjongdagi majburiy emgak orqali ishlab chiqarilgan paxtani ishlatib ishlatmaganligidan andish qilganligini bildirdi. Hatta Amerikalik iste'molchilarning diqqatsizlikdan majburiy emgak orqali ishlab chiqarilgan paxta orqali ishlangan kiyim-kechaklarni sotib olishidan, Sheinning 1930-yildagi Tamojna beja qonunining 307-moddasidagi tekshirishdan saqlanish, Amerika Tamojna va chegara qo'g'dash tekshirishining ta'sirini eng tuvan chekka tushirish uchun eng tuvan bahada mal avatish strategiyasini yo'lga qo'yishidan andish qilamiz deyildi. Parlament a'zolarining aytishicha, atalmish Shinjongning paxta ishlab chiqarish miqdori Xitoyning paxta ishlab chiqarish umumiy miqdorining 85%ni, dunyo paxta ishlab chiqarish miqdorining 20%ni egallaydi ekan. Hatta yana 2022-yili 11-oydagi taratqularning tahlili naql keltirilib, Bloomberg xabarlari uchun elib berilgan 2 qatimliq tekshirish natijasidan Amerikaga selinayotgan kiyimlarning Sharq Turkistonda ishlangan paxtani xomashyo qilganligi bayqalgan deyilgan va 30 kun ichida javob berishi talab qilingan. O'zimizga ega chiqmasak va ko'ngil bo'lmasak, hech kim bizga parvo qilmaydi. Hammamiz o'z iqtidorimiz va kollektiv millat bo'lish sifatimiz bilan vatanimizni ishg'oliyatchidan qutuldirish uchun va mustaqilligimizni asliga keltirish uchun izchil harakat qilishimiz kerak. Bizdan o'lgida qo'rqayotgan dushmandan biz asla qo'rqmasligimiz kerak. Biz cho'qim jasur bo'lishimiz kerak va paytni chang tutib, ishg'olchi Xitoyga qarshi izchil kurash qilishimiz kerak. Biz dunyoga shuni qayta-qayta ta'kidlashimiz kerakki, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish bizning bir millat sifatida mavjud bo'lib turishimizning birdan-bir yo'li. Allohning ruxsati bilan ajdodlarimizdek biz bu tarixiy dushmanni yengib, vatanimizdan qo'g'lab chiqarib, milliy izzat hurmatimizni, milliy vijdonimizni va milliy mustaqilligimizni asliga keltiramiz. Biz shuningga ishonishimiz kerak va umidsizlanmay, armay-talmay imkon qadar kurash qilishimiz kerak. Biz cho'qim qutulamiz. Sharq Turkiston qaytadan mustaqil bo'ladi. Yashasin Sharq Turkiston. Salih Xudoyor. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimli programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.